Assalomu alaykum bolalar, yaxshimisiz? Sizlar bilan Nodirbek Dilasa bolalar. Bugungi videomizda sizlar bilan biz 3 marta Dream Draft tarkib tuzib, ularni yengishga harakat qilaman. Videoni boshlashdan videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Boshladik do'stlar. Ko'chamiz. Bizga albatta mana bu sxemani olamiz. 4-1-4-1. Bizga ajoyib hujumchilar kerak. Biz Lewandowskini olamiz birinchi o'rinda. Bizga Onana ham bo'ladi, chunki bilasizlar bizga Joao Cancelo, bizga Konateni olamiz albatta. Bizga Jakob Kivior degan futbolchi, albatta biz bu yerdan Frimpongni olamiz do'stlar. Duve chiqmoqda. Pulisic olamiz sariq futbolchini va bizga Pedroni olamiz, Joao Pedroni va biz albatta Lamine Yamalni olamiz. Bizga o'yinda mana buni olamiz, reyting balandroq ekan. Albatta biz buni olamiz chunki tezligi juda kuchli ekan do'stlar. Abduqodir Husanov chiqmoqda. Abduqodir Husanovni olamiz. Albatta Silvani olamiz. Rafa Silva tezligi balandroq ekan. Bizga David Fratesini olamiz. Rashford chiqdi. Albatta Rashfordni olamiz. Aubameyangni olish kerak bu yoqda albatta. Lukaku chiqqan edi. Bular qaramay qolgan albatta biz Junior Kropohin degan olamiz. Jigarlar biz akkaunt cho'tki bo'lib konferensiya qilamiz. Akkaunt yoqdimi do'stlar? Birinchi tuzilgan akkaunt hali. Ya'ni ikkita Dream Draft tuzamiz do'stlar. Obuna bilan like bosinglar do'stlar. 300 taga atak ozgina qolgan. Bo'lmasa ketdi, bo'lmasa. Qaranglar, bu safargi Sabitjani ko'rganlarda YouTube olmoqdaman do'stlar. Endi biz yangi Sabitjani ochib, biz bu sxema 3-4 1-2 sxemani tanlaymiz bu safar. Bizlarga Pedri va Kylian Mbappe va Valverde chiqmasa, biz albatta Kylian Mbappeni olamiz do'stlar hujumga. Bizga Maigmanni olamiz albatta. Bulardan albatta Van de Venni olamiz do'stlar. Joel Kunde chiqmoqda. Marquinhos Premier. Bizga yana Abduqodir Husanov chiqmoqda. Biz Abduqodir Husanovni olamiz yana bir marta. Bizda Nuno Mendesni olamiz. Locatellini olish kerak bu safar. Paulo Dybalani olamiz. Sedioni olamiz do'stlar. Biz 100% Frimpongni olamiz. Frimpongni ham. Isakni olamiz. Zaxiraviy darvozamonlardan bizga bu yaxshi. Buni olish kerak edi. Safonovni oldik. Bizga hozir mana bu kerak. Tezlik sal balandroq ekan. Nuneshni olamiz. Men Matius Pedroni albatta. Do'stlar, obuna bilan like bosinglar do'stlar. 300 ga ozroq qolgan har doim aytib o'taman. Biz Ferran Torresni olamiz. Omar Marmushni olishimiz kerak do'stlar. Oxirgisi va Ertikeni olamiz do'stlar. Akkaunt dahshat bo'ldi. Tuzildi biz bunday qilib o'yinni boshladik bo'lmasa do'stlar. Mana Kings'ni ham yengib oldim. Endi biz oxirgi draftni ochamiz. Bizga kimni bilar ekan do'stlar. Internet ishlamayapti. Obuna bilan like bosinglar do'stlar. 100 taga ozgina qolgan. Chempionat kelgan ekan. Nasib ertaga o'ynaymiz chempionatni olamiz. Bizda hozir eng keraksi Kvaratskhelia. Bununi olamiz. Esin Bonuni. Mana buni olamiz. Tezligi balandroq qolmayotgan. Albatta yana Van de Ven do'stlar. Chouameni olamiz. Bizga himoyachi bir Garsiani olamiz. Dani Olmoni olamiz do'stlar. Mana hujumon degan futbolni Foden Ulishini olamiz albatta. Voy Yamalni olamiz do'stlar. So'rlaqt. Do'stlar, obuna bilan like bosinglar do'stlar. Bizga Ter kerak. Olamiz. Botman chiqdi va bizga Chel degan futbolchi bor ekan. Biz Nuneshni olamiz albatta. Chunki tezligi balandroq futbolchi. Bizga endi yana qanaqa futbolchi olsak bo'ladi? Bu ham bo'laveradi, farqi yo'q. Barkolyani olamiz do'stlar. Barkolya. Yanni olamiz do'stlar.
Ay, biz Rashfordni olamiz. Endi biraz tartib tuzilmoqda do'stlar. Yalla bugungi videom shulardan iborat edi do'stlar. Obuna bilan like bosinglar, birga bo'lamiz do'stlar. Hammalarga rahmat jigarlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.